soatlarda bir analiz qilmoqchimiz. Bu Al-Fajr, bu $52. Bu nech pul? Bu ham Al-Fajr. Bu ham $52 ata. Bu ham Al-Fajrdan qimmatrog'i, bu $300. Yo'q, hadi Al-Fajr ekan. Ama avdagi suvga tiqqani qo'qadi. Ya suvga tiqaymi? Lekin suv bo'yicha bu soatdagi suvga tiqqan qo'qar ekan. Bularni tiqamiz ular. Qani? Soatlarni endi egalariga beramiz. Bu soatni egasi mana ekan. Dunyoda Gapiring. Dunyoda musulmon soati yo'q boshqa, ya'ni musulmonlar uchun eng kerakli va eng foydali bo'lgan soatlardan biri al-fajr soati. Qiblalarni ko'rsatadi, namoz vaqtlarini belgilab aytadi. Butun dunyoda ishlaydi. Qaysi shaharda xohlasangiz, shu shaharda qo'yib olasiz. Namoz vaqtlarini avtomatik tarzda ko'rsataveradi va eng yaxshi tarafdan biri hijriy yilni hech qachon unutib qo'ymaysiz. Mana qarang, hozir qayerga ko'rsatyapti. 10-Zulqa'da. 10-Zulqa'da kerak bo'lsa milodiyaga o'tadi mana. 08-05-25-yil. 8-may. Endi qiblani ko'rsatish. Qiblarni ko'rsatadi. Qo'yaylikmi? Ha, qo'yamiz.